Mana Sharof Rashidov dachasi tashlandiq joy bo'lib yotibdi. O'yinlarni sindirib tashlagan. O'zbekistonda shunaqa joylar borligini bilarmidinglar? Lekin archalariga vobshe 5. Dahshat. Qanday qiladi? O'sha paytdagi bor-borlar. Mana ikkinchi chiqadigan joyi. Biz kim biladi bu joyni? Ishkodan qo'rqyapti. Chunki bo'ri bo'lishi mumkin. Bu narsalar bo'lishi mumkin. Qushlar sayryapti. Nima boshqa? Bu o'tiradigan joylari Sharof Rashidov va sobiq O'zbekiston prezidentining dachasi. Sharof Rashidov va sobiq O'zbekiston prezidentining dachasi. Aslida balkim eski prezidentlar ham o'tirgan bo'lishi mumkin. Kim bilir, Xrushchevlar masjidlarda Roslav masjid o'tirgan bo'lishi mumkin. Lekin bittinga qimmat joy. Hech kim qaramoqda bitga. Qarovsiz tashlandiq joy. Huvvatda mazba bor. Hayvonchasi bor ekan. Hovuz bo'lgan ekan. Tabi Faruz tashlab qo'ygan bo'lsa kerak. O'sha paytda. Mana joylar. Ham hovuz bo'lgan ekan. Archalarga shu 5 majnun tolla. Shunday joy tashlab qo'ygan. Hech kim qaramoqda.